asl sababchisi. Shukrona ayyomingiz muborak bo'lsin. Salomat opa, marhamat, kela qoling. Mana shunday chiroyli sovg'alarimizni qabul qilasiz. Marhamat. Buni ichini ochamiz. Marhamat, mana chiroyli sovg'alarni sizga kim taqdim qildi deb o'ylaysiz? To'g'ri, uzoq safardan turib sizni eng yaxshi ko'ruvchi dugonangiz uzoq safardaman, yonidaligimni his qilib turishi uchun mana shunday chiroyli kunda chiroyli sovg'alarni sizga taqdim qilishimizni iltimos qildi va shunday chiroyli so'zlarni sizga aytib o'tishimni iltimos qildilar. Yaqinim, dugonam, qo'shnim o'zi oldindan aytishgan. Mana shunday chiroyli uy olma, yaxshi inson qo'shni ol deyishgan ekan. Meni mana shunday yaqin dugonalarim, qo'shnilarim ilohim baxtimga sog' bo'lsin. Hamisha yuzidagi kulgu tabassum arimasin. Oilasidagi mana shunday tinchlik, totuvlik, quvonch, baxt hech qachon tark etmasin. Hamisha Allada aziz bo'lib, yonimizda birgalikda qatorimizdan xato bo'lmasdan chiroyli tarzda yashash nasib ro'zaylasin deya tilaklarini bildirib o'tdilar. Meni uzoqda deb o'ylamang, ko'nglim sizlar bilan birgalikda va mana shunday kunni o'tkazib yuborishni xohlamadim. Bunday chiroyli tarzda sizni qutlashimizga sababchi bo'lib chiroyli tabriklarni yo'llab qoldilar. Xudo xohlasa tez orada diydorlashamiz. Shunday kun muborak aziz insonim. Niyatim shudir, sog', omon, baxtli, saodatli, quvonchli kunlar ko'ring doim. Quvonchingiz ko'rib, yaqinlaringiz quvonsin. Mana shunday shukrona ayyomingiz muborak bo'lsin deya chiroyli so'zlarini, satrlarini sizga aytib qo'yishimizni iltimos qildilar. Allohning sevimli bandasi bo'ling. Baxt va omad ila yuzlarga kiring. Dunyolar saodatin sizga bir tilak. Shukrona ayyomingiz bo'lsin muborak deya sizni mana shunday chiroyli tarzda qutlab kelgan Fayz jamoasi ijodkorlari bo'ldi. Mana shu ko'rshoniga tashrif buyurgan, qadami qutlug', niyati ulug', mehri chashma suvdan toza, tilida Alloh, dilida alhamdulillah bo'lgan aziz mehmon